Shveysariya atrof muhitni asrashda doimiy yetakchilardan biri bo'lib kelgan. Endilikda esa ular tabiatni muhofaza qilishda yangi ilg'or g'oyani amalga oshirishdi. Temir yo'llar ustiga quyosh panellarini o'rnatishmoqda. Ular shunday quyosh panellarini yasashdiki, ularni to'g'ridan-to'g'ri temir yo'llar relslarining o'rtasiga joylashtirish mumkin. Yana bir afzalligi, bu panellar doimiy emas, ya'ni texnik xizmat kerak bo'lsa, oson yechiladi va yana o'rnatiladi. Dastlabki bosqichda 5000 kvadrat metr maydonga o'rnatilgan panellar yuzlab uylarni elektr bilan ta'minlashga yetarli quvvat ishlab chiqaradi. Eng asosiy jihati, bu tizim hech qanday qo'shimcha yer talab qilmaydi. Ya'ni mavjud infratuzilmani samarali ishlatgan holda ziyoda yer egallamasdan ekologiyani qo'llab-quvvatlaydi. Innovatsiya va transportning bunday uyg'unligi esa ekologiya va barqaror kelajak sari yo'l ochadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bizda ham poyezdlar relslari ustiga quyosh panellarini o'rnatishsa, bu qanday natijalar beradi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.